Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Ko'kcha masjidining oldida joylashgan bo'lib, mo'ljalimiz Ko'kcha masjidining oldida 700 metr yuradigan bo'lsangiz, Ko'kcha masjidining oldiga chiqasiz. 500 metr yuradigan bo'lsangiz, to'yxona Ko'kcha koshonaning oldiga olib chiqadi. Ishoning, bu xonadonni ko'rasiz-u, sizni ham yoshligingiz esingizga tushib ketib qoladi. Xonadonimizning fasad qismi 20 ga 30 metr, ya'ni 6 sotuv, 7 ta xonadan iborat. Bu mahallada suv, svet, gaz, kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Xonadonga kiramiz. Xonadonga kirganimizda yo'lak qismimizda bitta avtomobilga mashina qo'ysa bo'ladigan joy bor. Xonadonimizning hovli qismi, xonadonimizning bu yoq tarafida ikkita o'zini xonasi bor, ya'ni katta zal, bitta spalnisi. Yopiq ayvon, ya'ni zimniy ayvon. Bu yoqda yana ikkita xona, bitta yotoqxona va yana bitta mehmonxonasi. Bu yoqda o'zini ikkita oshxonasi bor, ya'ni yopiq oshxona. O'zini umumiy hammom, tualet joylashgan. Hozirgi kunda egalari $320,000 so'rashyapti. Sunnatiga yana o't beraman deb aytdilar. Agar sizga bu xonadonimiz haqida to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling, siz uchun 24/7 xizmatingizdamiz.